Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan men Elgo. Bugungi videorolikimizda ko'pchilikning talabiga binoan Granny Chapter 2 deb nomlangan o'yinni o'ynab maza qilib dam olishga harakat qilamiz do'stlar. Albatta sizlar like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'shib unutmanglar. Mana bu ikkita to'nkadan bugun qochib ketishimiz kerak do'stlar. Xullas do'stlar, albatta har doimgidek easy dan boshlaymiz. Ko'pchilik yozibdi, Elgo Granny unaqa o'ynamaydi. Elgo Granny men bundan zo'r o'ynayman deb. Mayli akalar, sizlarga gap yo'q, sizlar baribir sizlar biz endi yurtmizda, endi 10 mingta ham bo'lmayman akalar. O'ta akalar, 10 mingta bo'lishimiz uchun like bosib qo'yinglar, chunki juda ham oz qoldi. Keyingi maqsadimiz 20 mingta bo'ladi. Nasib bo'lsa, unga ham tezda erishamiz. Xo'sh. Men uyg'ondim. Xullas o'sha eski ko'chalar, eski uylar, eski xonalar. Xo'sh do'stlar. Har doimgidek biz bugun nimadan qochamiz akalar? Bugungi niyat kemadan surish. Albatta iflosak. Xo'sh, har doimgidek o'zimizni eski fintlar bilan, Granny bilan Grandman chaqirib olamiz mana shu yoqqa. Endi kutamiz. A few moments later. Xo'sh do'stlar, ikkovi ham keldi. Oy akalar, yaxshi bo'lmadi. Chunki Granny meni ko'rib qoldi. Inshqa Grand va tog'a o'tomondan chiqqansa, "Oy, jinursin, ikkovi ham chiqib keldi akalar, lekin men bilasizlar qanaqa chaqqonligimda, ulaysiz ikkovi ham g'irtloq." O'pti akalar, suramiz, tez surmasak o'zimizni loximiz chiqarib qo'yadi. Esli ishtamalari ochib ketamiz. Och. Oho, men quvishyapti hali ham. Chota dag'azab qoldi, quvishyapti. Hali ham kelyaptim. Yo'q, tog'a o'zi unutdi. Granny masalasi bo'yicha unaqa deyman. Granny bilasizlar akalar qanaqaligini. Bo'pti. Voy jinursan, men bu tomondan chiqmoqchi edim-ku, ikkovi ham bu tomondan keldi. Bo'pti, ikkovingni alab loq qilib chiqib ketaman. Turishni qaranglar bularni. Tez ukam, tez. Kelyapti bular akalar. Hali uzoq yugurasizlar, aytib qo'yay, uzoq yugurasizlar. Bo'pti, sizlar shunday omad, men bu san tepaga chiqib ketishim kerak. Hali ishlarim ko'p. Sizlar bilan o'ynashishga vaqtim ham yo'q, xohishim ham, xullas hech qaysini istamayman. Tabiiyda hech narsa yo'q. Granny bu joyda tug'iladi. Ya'ni Grannyning spawn pointi. Men bilgan narsa mana bu. Xo'sh, eshikni och. Jinursan. Bo'ldi akalar. Yeplab tashladik. Bir amallik deydi, xolos. Xo'sh, endi Grannyni bitta o'ldiramiz, Grandpani ham bitta o'ldiramiz. Xolos, Granny bu yoqqa kelyapti. Xo'sh. Buni olamiz. Granny o'ldi. Grandpani ham o'ldirib yuboramiz. Понятно akalar, понятно. Default holat bizaga bu easy, shuning uchun ham akalar unchalik hayron bo'lmaymiz. Grannyni o'ldirish azob, qiyin ish emas. Qoching tog'a, ustundan nima qilyapsiz? Ustundan tushsangiz bir xursand bo'lib ketardim. Endi tog'ani kaltdan olishimiz kerak, chunki kemadan qochishga kalt ham kerak bo'ladi. Aniq bilmadim, lekin kalt kerak bo'lib qolishi mumkin. Xo'sh, crowbar akalar, crowbar mana yerdan. Uni surib tashab olsak bo'ladi. Xo'sh akalar, o'zingizda nima gaplar, yangiliklarni, maktablarni nima qilyapsizlar, shuni yozib qoldirsanglar, men ham xursand bo'lardim endi. Xo'sh, tepada kemaning ruli bo'ladi, o'shani biz hozir olamiz. Nima bo'ldi? Yurishni bosgan yo'q-ku. G'alati ishlar bo'lyapti aka chota. Xo'sh, voy bu vahshiy kerak emas bizga. Aka, unutamiz mayli. Bizga keraksiz narsa chiqqani uchun men xafa bo'ldim, to'g'risi aytsam, mayli. Bu yerda benzin yo'q ekan. Mayli, bizga hozir kerakli narsa aniq ayta olmayman nima kerakligini, lekin sizlar bilasizlar, shuning uchun ham kommentariy yozishim shart emas. Nima qilaman buni mana? Akalar, mayli, unutamiz. Chota g'alati ishlar bo'lyapti bugun Grannyda. Kerakli narsa chiqmayapti, yo bo'lmasa vashi. Bu quti mana yerda bo'lardimi? Yo'q, quti, yana bitta quti qayda? Pastda bo'ladi-ku. Voy, akalar, esimdan chiqib ketsa ancha-muncha Granny. Yo. Unutib yuborman pashta hamma narsani akalar. Vashi bo'lmaydi, bu bo'lmaydi. Yomon. Hamma narsani unutib yubormiz pashta akalar, bu yaxshi emas, bu yomon. Switchcha. Yaxshi, kerak bo'ladi. Xo'sh, endi biz pastga tushib switchni qo'yib kelsak, keyin benzin topishimiz kerak. Mana yerda Granny bilan Grandpani o'yinchog'i bor. 8 oyoq bor akalar, qisqachasi. O'zingizlar bilasizlarki nimaligini akalar, to'g'ri aytish shart emas sizlar albatta sizlar aqli, IQsi o'zidan baland obunachalarim sizlarga axir. Xo'sh, 2,5 minut ichida ulgurmasam kerak, shuning uchun bir o'ldirib olishimiz kerak bo'ladi. Taxminanda endi. Aniq aytmayman akalar baribir. Xo'sh, bu yoqda hech narsa yo'q. Yaxshi, crowbar.
Tak, yo, crowbar emas, u boshqa narsa edi. Tak, buni olamiz. Buni olamiz. Ola ekan. Buncha qo'ling qaltirayapsan. Oxirgi paytlar yomon akalar qo'li qaltirayapti bolani. Yaxshi emas bu. Sal qoldi-da. Sal qolishiga 2 sekund qoldi, lekin o'shanda ham tegmasa, lekin yomon bo'lardi. Padlock key. Yaxshi. Tog'a qayerda? Tog'ani topish kerak endi. Tog'a mana. Sal qoldi, lekin agar tegmay qolganda yomon bo'lardi lekin. O'qlab olay, tog'a shunday. O'zi kerak emas, просто o'qlab olsam bo'ldi, menga все shu yeta. Xo'sh, biz padlock keyni olamiz. Xo'sh, padlock keyni olgandan keyin pastga tashlab yuboramiz. Xo'sh akalar, padlockni topdik. Endi bizga ikkita yo'l bor. Yoki yana Landoverni o'ldirishimiz kerak, yo bo'lmasa unga go'sht berishimiz kerak. Bo'pti, tinchlik bilan hal qilamiz, go'shtni beramiz akalar. Menga ortiqcha bosh og'riq kerak emas. Hozir Granny bilan Grandpa yana ko'zi qonga to'lgan holatda kelishadi va hech narsa o'zgarmaydi. Men bilan o'ldiraman baribir. Xo'sh, mana bu ukamga go'sht beramiz. Bu go'shtni yeyursin, men bo'lsam buni oldidan o'zimga kerakli narsani olib ketaman. Safety kaliti, все. Bo'ldi, hamma tinch, baxtli hayot kechiradi. Masalan, u ham tinch, men ham tinch bo'lib, все. Hech kim hech narsaga qotmadi, hammasi joy-joyida. Absolutni joy-joyida. Bu yoqda nima bor? Vertolyotning kaliti menga kerak emas, afsuski. Va bitta gazolin. Gazolin esa bizga kerak. O'zi ham kalit 10 marta qasarlab tushdi. Bilmadim nimaga. Nima qasdi bor mendan kalitni ham bilmadim akalar, bilmadim. Default просто. Xo'sh akalar, benzinni soldik. Endi navbatda biz yana tashqariga chiqishimiz kerak. Hozir Granny bilan Grandpa yana keladi. Ular ikkita Landoverlarcha. Mana o'zi Granny ko'rdim. Granny meni ko'rmadi, lekin men uni ko'rdim. Mayli, unutamiz. Просто default bu ham Granny meni ko'rsa, men uni ko'rmasligim. Xo'p, bu yerda ochamiz. Weapon keyni olib, Grannyni, Grandpani o'ldirib olamiz hozir ikkovini ham. Bu yerda chim yo'qmish qilib. Basharimgacha sakrab chiqib kelmaydimi? Yo'q, tog'a chiqdi ekan. Tog'a baqing. Tog'a tez, absolutni baqing. Tak, tog'ani. O'l. Ushlamay qolim. Tak. Mayli. Endi Grannyni kutamiz. Granny ham shu yaqin atrofda, juda ko'p kutmaymiz. Hozir keladi, o'ladi, ketadi, все. Boshqa hech narsa o'zgarmaydi. Hoppa, mana ko'p kuttirmasdan Granny o'zi ham keldi. Bo'ldi, mana suqdik buni. Uni olamiz, o'qlab qo'yamiz. Tashqariga, tepaga chiqib keladi aka. Tepada Nosferatu bor, ya'ni vampir. Ular vampirni qamab qo'yishgan, bilmadim. Nimagaligini o'zim so'rab qo'yinglar, men qayerdan bilaman. Xo'sh. Uni qilsak ochiladi. Bu yoqda nima bor? Weapon key. Yo. Bizga bu yoqda hech narsa akalar kerak emas. Просто hammasi musor. Tak, buni olamiz, bu yoqdan chiqamiz. Xo'sh, tak, pastga tushsak nima bo'lar ekan? Voy. Uka jo'ta Slavida, Granny 3 da ham bunaqa, Granny 2 da ham Slavilashib ketyapti va bilmadim akalar, hammasi vashi Slavi bo'lib ketyapti borgan sari. Bitta erkak men bo'lib qolyapman bu orada shunda. Bilmadim akalar. Xo'p, tepaga chiqib, tez akalar, tez, tezlik bilan qilish kerak просто. Xo'sh, ochamiz. Balkim bironta kerakli narsa bo'lib qolar endi deyman-da. Bilganimda rul chiqdi. Akalar, nimaga elga qo'rqmayapsiz? Axir sakrab chiqyapti-ku. Sizlar akalar просто nima deydi? Qo'rquv hissiyotlarimni sotib yubordim. Azlashdan просто-da akalar. Nima deydi? Erkak kishi har bir narsaga ham qo'rqavermaydi-da, qisqachasi aytganda. Ko'rdingizmi akalar, o'sha yomonmanda. Tak, uni tashlaymiz. Tak, padlockni ham kerak hali bizga, uni ham olib tashlash kerak. Tak, zo'r. Tak, mana bu latta bo'lsa oyog'ini sindirib o'lib ketishiga sal qoldi o'zi ham. Tak, bo'ldi, oxirgi kalit kerak edi bizga. Boat key. Все akalar. Bo'ldi, biz bitta surdik hisobda.
hisobda emas, itak surib bo'ldik уже. Просто aylanib yuribmiz, zerikishdan akalar. Ana landovrlar meni qo'rqitib oldimga chiqib kelmasligi uchun tashab qo'ydi. Xo'sh akalar, bizda faqat endi nima qoldi? Biz bitta rulni qo'yamiz, padlock bilan yo'lni ochib yuboramiz. Tamom, biz уже qushdek ozodmiz akalar. Qushdek, balkim qushdan ham ozodroq bo'lishimiz mumkindir. Endi aniq bilmadim. Qushdan ham ozod bo'lishni bilmadim, lekin ozodmizda xolos. Xo'sh, bo'limni ochamiz. Xo'sh, buni ochamiz. Buni otib yuboramiz, kerak emas, musor короче. Xo'p, bizga endi mana bu kalitni olsak, bo'ldi. Xayr, Granny, Grant va men bo'lsam 9 minutda men cho'yib tashladim o'yinni. Xo'p, akalar, bo'ldi, tugatdik. Mana benzin bo'lsa havoda qolib ketdi. Mana benzin turibdi, ko'rib turibsizlar, havoda turibdi. O'tdi akalar, bugungi videoroligimiz shundan iborat edi. Albatta yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar va yana qanaqa horror o'yinlarni yoki qanaqa o'yinlarni ko'rmoqchi bo'lsanglar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar.